uchirganligi Mo'ng'ul erlarini birini qo'ymay kirib etimiz. Oqsoqol, marketlar biz bilan birga Mo'ng'ullarga hujum qilishga qo'shildi. Мәгү Sagültü yayloqqa berib tatarlarning hammasini boshlab ket. Bu qitim Ambag'ayning urug' pushtini birini qo'ymay qirib etiman. Chapsan bu. Hop. Mo'ng'ul qiyon qabilasining oqsoqoli Yasugay yayloqqa kelin bo'lashda kelgan niqobliklarni mag'lub qilib, Qo'ng'irat Said Jamoli o'linib, shuningdan boshlab u yosh ham go'zal nomi tarixda mashhur bo'lgan bir rafiqiga ega bo'ldi. Lekin bu ahvol Oltin urug'idagilarning ishki qismida Toychug'ut jamoati va Jurkin jamoatidagilarning noroziligini ham qarshiligini qo'zg'aydi. Hamda markitlar bilan tatarlarning Mo'ng'ullarga bo'lgan qattiq o'sh adovatining kuchayishiga sabab bo'ldi. Shuning bilan bu ikki o'lisdikilar o'zaro ittifoq tuzib, Mo'ng'ul qiyon qabilasidagilarga qarshi keng ko'lamli hujum qo'zg'aydi. Yasugay, bu hammasi sening kasabdan. Mo'ng'ullarni yana qon to'kishga majbur qildim. Shum og'zingni shum. 15 yil ilgari Temirchin o'g'i tutib bergan odam sen bo'lgan emasmidi? Bu qon qisosni ulardan olmay qo'ymayman. Hammanglarning esida bordi. 15 yil ilgari marhum Qog'on Ambag'ay oq ko'ngillik bilan bir necha navkarni elib tatarlar bilan qudilishga borgan. Lekin qarniyat tatarlar oqsiqli Temirchin o'g'i marhum Qog'onni bog'lab oltin xonlikqa olib bergan. Rahimsiz oltin xoni Shizong marhum Qog'onimizni chormiqda tirik mixlagan. Tatarlardan qisosimizni olaylik. Bir 1162 yil yozda Mo'ng'ullarning qiyon qabilasi tatarlarga urush qo'zg'adi. Xanım, nima bo'ldilar? Ha? Xanım, nima bo'ldilar? To'shqan o'xshamamdi. Oy, xo'jamning mushundaq chaqda bo'lmaganini qarmamdigan. Avoylislar xanım. Sizlar Qo'ng'iratlar bundaq urush chepishlarga ko'namaysizlar, qichim. Avoylislar, asta yasla. Mo'ng'ul xotin bo'lgan ekanman. Ko'k tangrining irodasiga bo'ysunmay ilojim yo'q. Urush tag'dan qolib tushgan toshqa o'xshaydi. Uni hech kim to'siyolmaydi. Ilohim, qarindoshlarimiz urushda zafar quchib, amon eson qaytib kelgay. Oğullarını görmezler. Oqsoqol, balık o'qib ketmisin. Bizning oltin urug'idagilar hargizmi qo'rqinchoq emas. Qo'lini nemachi chim siqimda olgandi. Aklar ko'rib boqay, nimani siqimda oldi? Bolaning qo'lidagi nima ekan? Bu yil qon ekan. Yoqay. Tug'u sepining pöpük ekan. O'lin, qolsiz ish qildingiz. Menga tug'u pöpük siqimda olgan o'g'il tug'ib beribsiz. Tug' biz Mo'ng'ullarning jon ilohi. Bu cho'ng bo'lganda cho'qim dunyoni zilzil keltiradigan botir bo'ladi.